Bobur agar Erkablanni yutsa, nech pul sovg'a qilasiz? Bunga qancha dababga bo'ladi? 10 ming berasiz. Qancha kameraga qara, gapiring. Qancha dababga bo'ladi? Kameraga qara, Aziz. Hasan, qarang. O 2000 kam, 10 ming berasiz. Erkablanni yutsa, Bobur qancha dababga bo'ladi? 5000. 5000 beradi. 5000 mi? 5000 beradi. Chetga o'tib tur endi. Stavkani ko'taryapmiz. Okey. Xudo xolasa Erkablanni yutsa, nima badarkamiz bor Boburga? Nechta edi bola? 3ta. Tak, to'da sizda 3 xonali uy edi. Endi ham Bobur Abdulazizov Erkablanni yutmasa bo'lmaydi. Bobur Abdulazizov Erkablanni yutsa, akamiz ismingiz nima aka? Javohir. Javohir degan akamiz 10 ming dollar Bobur Abdulazizga beraman dedilar. Azson UFC 5 ming. Javohir akamiz 10 ming. Akamiz 3 xonali uy. Endi ham Bobur Abdulazizov yutmasa bo'lmaydi. Aka, xudo xolasa birinchi raundda nokaut qilib berasiz. Xolasa bugun kelsan aka. Xolasa bugun kelsan. Bo'pa tayyorman aka unga aka. Erkablan agar O'zbekistonga kelmasang, Qozog'istonga borib urib kelamiz. Bobur Abdulaziz urib keladi. Uyingga borib uradi. Qozog'istonga Yo'q. endi Libojada qaraychi. Unasini to'g'ri kelmaydi. Qayerda? Organizator xolasa bu yerda, xolasa u yerda, xolasa Dubayda. Libojada qaraychi. Tayyormiz aka. Mazasi qochib bo'lmasa, mazasini ehtiyot qilsin. seni mazing butun O'zbekistonga kerak. Mazingni himoya qil. Mazing.